Ismoil Somoniy yoki Zahiriddin Muhammad Bobur. Xo'p, agar davlat asoschilari haqida bo'ladigan bo'lsa, Somoniylar davlati o'zimiz ona yurtimizda bir asrdan ortiq hukmronlik qilishgan. Boburiylar saltanati esa umuman o'zga davlatlarda Hindiston, Afg'onistonda 3 asrdan ortiq saltanat surishgan. Shuning uchun Zahiriddin Muhammad Bobur. Zahiriddin Muhammad Bobur yoki Ismoil Hatoiy. Ismoil Hatoiy Safaviylar davlatining asoschisi bo'lgan. Safaviylar Shiya mazhabida bo'lishgan. Zahiriddin Muhammad Bobur juda ham katta fotih bo'lgan, lekin paytida Ismoil Hatoiyga o'yin ekkan. Shuning uchun Ismoil Hatoiy. Ismoil Hatoiy yoki Anushtegin. Anushtegin Xorazmshohlar sultoni, lekin paytida Saljuqiylar davlatining Xorazmdagi valisi bo'lgan. Xorazmshohlarning undan keyin katta ishlarini bilamiz. Shuning uchun Xorazmshohlar Anushtegin. Anushtegin yoki Tug'rulbey. Tug'rulbey Saljuqiylar davlatining asoschisi, lekin nom bobosining Saljuqbeyning nomiga qo'yiladi, u sulton bo'lmagan. Tug'rulbey birinchi sulton bo'ladi. Juda ham katta yer maydoniga ega bo'lishadi keyinchalik. Shuning uchun ham Tug'rulbey. Tug'rulbey yoki Sayfiddin Qutus. Sayfiddin Qutus mamlukiylarning asoschisi emas, lekin eng katta sultonlardan bittasi. Ayn Jalutda Mo'g'ullarni yengan. Saltanat unaqangi ko'p surmagan, shuniki xiyonatga uchraydilar. Tug'rulbey bu o'rinda. Tug'rulbey yoki Mahmud G'aznaviy. Mahmud G'aznaviy G'aznaviylar saltanati, ular hayotda ham to'qnash kelishgan. Bunda Tug'rulbey katta ustunlik bilan g'alaba qozongan, oz askar bilan. Shuning uchun Saljuqiylar Tug'rulbey. Tug'rulbey yoki Nuriddin Zangi. Xo'p, Nuriddin Zangi Imomiddin Zangiyning o'g'illari. Imomiddin Zangi bir paytlar Saljuqiylarning hokimi bo'lgan, keyin o'zlarining beyliklarini e'lon qilishgan. Tug'rulbey agar Saljuqiylar davlat o'laroq emas, Tug'rulbeyni o'zini va Nuriddin Zangiyni oladigan bo'lsak, menimcha musulmonlarni birlashtirish uchun va katta futuhotlarga eshik ochish uchun Nuriddin Zangiy.